Perisic ichkariga. Lewandowski, Müller, zarba, gol! Bavariya! Bir qo'ydi. Bo'ldi. Ular iflikdan boshqa hozirgi kunda hech kim kerak emas. Alba! Va avtogol! Qanday drama! Alaba! Ajoyib pas Perisic. Yana bir uzatma. Yo'q, bu zarba edi. Ivan Perisic zarba etdi bugun. Mana bu yerda tezlik hal qilishi mumkin. Tezlikda Gnabry o'tib ketdi. 3-1. Bavariya himoyani yorib tashlayapti. Shu baland sakradi Gnabry, ammo zarba berishga ma'qul edi. Kimmich ikkinchidan bag'ishladi. Nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Thomas Müller. Hujumchi-ku baribir. Suarez yaxshi fin zarba. Ana boshlandi. Alik tushindi. Qarang bu Davisni. Qarang qanday yorib kirib, qarang qanday golni u sovg'a qilyapti Kimmichga. Hozir hayajonlanganidan Alaba yiqilib tushdi. Yo, Lewandowski. Kautni tekshirib ko'rishar. Lekin bu endi hammadan o'tib tushdi. 7-gol. Shu bilan yana to'xtayotgani ham yo'q ba'zi. Shu bilan yana 8-chi. Uzr so'rayapti Coutinho, boya esidan